Zıqqa kesiligi tibobatda 7 xil qolay retsept. Birinchi. 2 dona to'xu tuxumining seriqiga 6 gram oq shakar, 1,5 gram qarimush talqinni aralashtirib, chalib pishirib yegizsa, ziqqaga paydo qiladi. Ikkinchi. Ziqqada oldi bilan balg'amni tangshash, xaprikni bo'shitish uchun tuvandagi damlama beriladi. Arpa badiyan, karabchi uruqi, chuchuk buya, quruq zulfa, anjir qiqi, chaqqoq o't uruqidan muvofiq miqdorda damlab 7 kun o'tkazilsa, ziqqaga intayin yaxshi unum beradi. Uchinchi. Yarım stakan anjir suyini ilman qaynoq suv bilan aralashtirib ichib bersa, ziqqaga manfaat qiladi. 4. Kichikroq ko'k kavadan bir dal, navatdan 90 gram tayyorlab, kavani o'tirdan yerib navatni solgandan keyin qaytadan yemlab g'o'rda pishirib, uda 7 kun yeb bersa, ziqqa kasaliga manfaat qiladi. 5. Har kuni tamoqdan ilgari choyda pishirilgan tuxumdan birini yeb bersa, ziqqa kasaliga manfaat qiladi. 6. 50 gram o'rik mig'izi, 50 gram yong'oq mig'izini yumshoq ezib, zanjivil suvi qo'shib har kuni 5 gramdan 10 gramgacha iste'mol qilib bersa, ziqqa kasaliga manfaat qiladi. 7. 250 gram qora kunjut, 120 gram zanjivil, 120 gram hasal, 120 gram navat tayyorlab, kunjutni qo'rg'andan keyin sovutib, zanjivilni ezib suyini quritib, sovutgandan keyin hasal va navat qo'shib taksha aralashtirib, har kuni ertagan va kechda bir qo'shiqdan yeb bersa, jigar va börekni quvvatlab, o'pkani yashartib, balg'amni bo'shtidi. Ziqqa kasaliga shifo qilib, badanni kuchlantiradi.